Bu yoqda Zolotoy Leopard bilan Frantoza Burundini oilasi. Mana bu Zolotoy Leopard, mana bu dominantni erkak. Mana shu akvariumda mana shu Zolotoy Leopardlarni kattasi. Bu местный Zolotoy Leopard. Hop. Mana ikkinchi darajali erkak anaqa leopardlar ikkitasi talashyapti. Bittasi привозной, mana uzun chog'i, qop-qora bo'lib yurardi. Ikkinchisi bilan urushyapti hozir. Mana bunisi привозной. Bu qora bo'lib yurardi. Hozir mana ko'karib oldi. Mana bunaqa dominantligi keyinchalik aniq qilish uchun. Hozir mana ikkita samets talashyapti. Yutib chiqqani ikkinchi o'rin bo'ladi. Mana. Keyin mana bunga vizif tasha oladi, lekin bu yirik, ancha yirik, bunga tasha olmasa kerak. Rangi ham juda to'q ko'k. O'sha ko'k bo'lishi dominantli samets. Mana bu ikkinchi o'ringa endi talashyapti hozir. Jang ketyapti, jang. Mana bu go'zal. Peshanasini yonishini qaranglar. Xuddi chiroq yoqib qo'yganda, ya'ni onyx tosh yonadi-yu. Mana sari joyi shunaqa yonayotganga o'xshaydi. Xuddi onyx tosh ichidan lampa yoqib qo'yganda. Katta razmeri bir 18-19 sm bo'lsa kerak. Alloh alam. Aniq o'lchamaganman. Bu yoqqa ko'chirayotganimda 17 sm dan kattaroq ekan. Mana. Mani yo'limdan qoch deb bunga ham tashyapti mana. Привозной bu, Tailanddan kelgan. Men ham Tailanddan kelganman deb местныйni eslay olmayapman, to'g'risi. Figurasidan Tailanddan kelganga o'xshaydi bu ham. Uzunchoq. Mana shu ikkitasi talashyapti. Bu yerda yana bitta samets bor, bu Zolotoy Leopard, mana местный. Mana bashini ikkinchisi, xuddi shuni. Ikkinchisi mana bu jim yuribdi. Hech ham o'zini ko'rsatmagan. Bu kichkina akvarium paytda ham, kichkina akvarium yurishgan paytda ham. Mana shu glavar bo'lgan, hali ham shu glavar. Bu jim yuradi, mana buni ham peshanasi yonadi-ya, lekin ko'm emas.